Hammaga salom ala sizlar bilan Mikko bo'laman bola. Bugungi videomizda biz mana shu joyda yashaymiz. Qanunda ketdi. Mana do'stlar, mana biz shu yerda yashaymiz. Birinchi bo'lib tarachab olamiz. Do'stlar, sizlarga hozir bitta narsa ko'rsataman. What the hell? Buning ostida bitta narsalar bo'ladi. Va bu boshqacha oni blok bo'ladi. Skyblock. Bu boshqacha skyblock bo'ladi. Xo'sh, usha oldim. Do'stlar, kanalga like ili obunani bosib qo'yamiz. O'shanda hali judayam ko'p videolar chiqadi. Tushib ketdi. Mayli, men seni unutmayman. Do'stlar, ko'p kundan beri video chiqarilmabdi. Hammalarga uzr so'rayman. O'shaning uchun ham sorry bo'ladi. Mana buni o'laylik va mana shu kelganmiz. Oh, what the hell, bro? Let's go. Do'stlar, bu kamollar nimaga deyishilar mumkin? Kechasi albatta mana shu yerdan monsterlar keladi. Hozir biz mana buni komanda olib qo'yamiz. O'timi, let's go. Almost. What the fuck, name, bro? Hozir boshlayman, buni sindirib olamiz. Xo'sh. Hozir verstak yashaymiz-da. Va let's go bo'ladi. Bizga temir kerak. Let's go. Do'stlar, kanalga obunani bosib qo'yamiz albatta. Hali bundan-da qiziqarli videolar chiqadi. Do'stlar, kanalga like ili obuna. Bizga hozir mana shotdan bo'lsa, lavan shotga qo'yamiz. Suv esa mana shotga va все. Do'stlar, meni bilasizlar u axir. Tushib ketaman. Eng zo'r quruvchi. Yo, what the fuck? What the hell, bro? Bu video albatta qisqa bo'lishi mumkin, lekin buni ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Xo'sh, amallab chiqib oldimi? Bo'ldi, bu yerda yopib tashlaymiz-da. Bizga mana shu tosh. Keyingi qismda yomon zo'r mana. What the fuck, deyim, bro? Bittagina tosh olgandim atiga. Normal shu bimiz. Almost. Tushib ketay dedim-ku. Hozir bularni ham zo'ramiz. Men olmoslik kiyimlarga o'taman. Hozir olmadim tushib ketgan bo'lsa. Xo'sh. Taxta endi bizga tosh kerak emasanda endi. Let's go, kanalga obuna va like da bosib qo'yamiz. Okay, do'stlar, nomi bo'ldim. Xo'sh. Mana shu skyblock bo'ladi. Okay, parkour. Yomon parkouristman-da, do'stlar. Mana to'xtang. Do'stlar, hozir bunga like
No o'ynamayaptim. Mana shu Skyblock albatta ana shu Skyblockdan video olayotganimga like bilan obunani bosib qo'yinglar. O'shanda sizlardan nima ketadi? Obuna pulli emas-u. Like va obunani bosib qo'yamiz va hali Robloxdan ham video olaman. Xorosh, o'tdi. Okay. What the fuck? Bu yoqqa sakraversam, bu yoqda chisti o'laman. Normal. Bu yerdan hozirchalikka chiqmay turamiz. Tushib ketay dedim-ku. Rosh bo'ldi. What the fuck? Temir blogimiz bor ekan. Endi hozir temir blokni solib qo'yamiz va kiyuka yashaymiz. What the fuck? Albatta nezirga surib olishimiz kerak edi. No, bo'lmay qoldi. Yana olmos. Suvni to'xtatamiz-da. Qidirishdim. What the fuck deyim? Xarosh. Bizga mana shu olmos va oltin chiqdi. Bu yerda ko'mir bo'ladi albatta. Mening ishim yo'q albatta. To'xtanglar, hozir biz orolni kattalashtirishimiz kerak albatta. Hozir har bitta blokni olamiz. Albatta keyingi qismda yana qaytadan mana qilamiz. Nima edi? Короче, suv bilan ana olamiz. Okay do'stlar, mana shu videoga albatta 5 tami yo ko'p mana like yig'inglar, o'shanda zo'r video oladi. Mana monsterlar kelishdi ham boshlaydi hozir. Yo, what the fuck deyim? What the hell? Bo'ldimi yo, shu yerdan o'qaytira beraymi? Kattalashtira beraymi? Bo'ldi. Hozir biza jangga tayyor bo'lishimiz kerak albatta. Robloxdan video olishimni xohlaysanglar, kanalga like bilan obunani bosib qo'yamiz. O'shanda juda ham katta zo'r videolar chiqadi. Kanalga like va obunani bosmasanglar, men video chiqara olmayman. 3 kun bo'pti albatta video chiqarmaganimga. Endi videolar chiqarib boshlayman. Men YouTubedan qolib ketmayman albatta. Okay. No, albatta hammaga xayr bolalar, sizlar bilan mikro bo'lim bola. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Hammaga xayr.